Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Jismoniy madaniyat va sport fani bo'yicha navbatdagi mavzumuz futbol o'yinining kelib chiqish tarixi va rivojlanishi, o'yin qoidalari mavzusi bo'ladi. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi rejalarni belgilab olganmiz. Birinchi rejamiz futbol o'yinining paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi. Ikkinchi rejamiz O'zbekistonda futbolning rivojlanishi. Uchinchi rejamiz futbol o'yini qoidalari. Birinchi rejamizdan boshlaymiz. Birinchi rejamiz futbol o'yinining paydo bo'lishi va rivojlanishi tarixi. Futbol eng qadimgi o'yinlardan biri hisoblanadi. Inglizlarning e'tirof etishlaricha oyoq bilan to'p o'ynash Britan orollarida 9-asrdayoq juda mashhur bo'lgan. 1863-yil 26-oktyabrda Londonda Angliya futbol uyushmasini tashkil etilish paytida bu o'yinning 13 moddadan iborat bo'lgan ilk rasmiy qoidalari tasdiqlangan. Shuning bilan futbol o'yinining kelib chiqishi 1863-yil deb e'tirof etib kelinadi. Keyinchalik bu qoidalar boshqa barcha milliy uyushmalar uchun futbol o'yinining asosi bo'lib qolgan. Futbol o'yinining ilk qoidalarida belgilanishicha maydon uzunligi 200 yard, ya'ni 183 metrni tashkil qilgan. Kengligi esa 100 yard, 91 metrdan oshiq bo'lmasligi kerak bo'lgan. Darvozalar ikki ustundan iborat bo'lib, ular orasidagi to'sin bo'lmagan va ustunlar orasidagi masofa 8 yardni tashkil qilgan. Bu 7 metr 32 santimetrni tashkil qiladi. 1866-yilda balandlikni cheklash uchun ustunlar orasidagi arqon tortib qo'yilgan. Shu bilan darvoza ustuni belgilangan. Yana 10 yil o'tib bu arqonni yog'och to'singa almashtirilgan. Darvozabonning qo'li bilan o'ynashga haqqi yo'q edi birinchi qoidalarda. Keyinchalik 1871-yilda 10 qo'l bilan o'ynashga ruxsat berilgan. U ham bo'lsa faqat darvoza maydoni ichida. Darvozabonning jarima maydoni ichida ham qo'l bilan o'ynash huquqini qo'lga kiritish uchun 30 yildan ko'proq vaqt ketgan. Demak, 1902-yildan boshlab darvozabon qo'l bilan o'ynashga ruxsat etilgan. Uzoq vaqt mobaynida na jarima to'pi, na 11 metrlik to'plari, jarima to'plari bo'lgan. Qoidabuzarlik uchun erkin zarbalar bilan chegaralanib qolinaverilgan. Demak, nihoyat 1891-yil eng qat'iy jazolardan biri 11 metrlik zarba kiritildi. Uni inglizcha so'z bilan penalti deb nomlanadi. 19-asrning 80-yillarida futbol o'yini Yevropa qit'asidagi mamlakatlarga yoyila boshladi. 1875-yilda futbol Gollandiyaga, keyinroq esa Daniyaga kirib kelgan. 1882-yildan boshlab Shveysariyada, 1890-yildan Chexiyada, 1897-yildan esa Rossiyada futbol o'ynay boshlagan. 1882-yilda xalqaro uyushmalar boshqarmasiga asos solindi. Nihoyat 1904-yil 21-mayda Fransiya tashabbusiga ko'ra hozirda 200 dan ortiq davlat a'zo bo'lgan xalqaro futbol uyushmasi FIFA tashkil etildi. FIFA bilan birga bir qatorda 1954-yilda boshlab Yevropa futbol ittifoqi UEFA ham faoliyat ko'rsatib boshlagan. 1930-yildan boshlab har 4 yilda futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladi. 1958-yildan boshlab esa milliy terma jamoalar qatnashadigan Yevropa chempionatlari o'tkazilib kelinmoqda. 1900-yilda futbol olimpiya sport turiga aylandi, ammo rasmiy jihatdan u olimpiya o'yinlari dasturiga 1908-yilda kiritilgan. Demak, hurmatli talabalar, bu yerda ko'rib turibsizlar, Osiyo futbol konfederatsiyasi tashkil qilingan 1954-yilda. Hozirgi vaqtda ushbu uyushmaga 44 ga yaqin mamlakat birlashtirilgan. O'zbekiston futbol federatsiyasi 1994-yildan FIFAga va Osiyo futbol konfederatsiyasiga a'zo bo'lgan. Hozirda FIFA va Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan o'tkaziladigan barcha rasmiy musobaqalarda O'zbekiston terma jamoasi qatnashib kelmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi bilan 1992-yilda o'zi tashkil topgan, 1994-yilda FIFA tashkilotiga a'zo bo'lgan.
iyun oyida 1994-yil dekabr oyida Osiyo futbol konfederatsiyasiga a'zo bo'lgan. Hurmatli talabalar, ikkinchi rejamizga o'tamiz. O'zbekistonda futbolning rivojlanishiga to'xtalib o'tamiz. O'zbekistonda zamonaviy futbol o'tgan asrning boshlarida paydo bo'ladi va tezda mashhur o'yinga aylanadi. Uning rivojlanishi joylari Farg'ona, Toshkent, Andijon, Qo'qon va Samarqand shaharlarida dastlab rivojlanib boshlagan. Futbolni ilk bor Farg'ona shahrida o'ynalganlar. Xuddi shu yerda 1911-yilning oxirida birinchi futbol jamoasi tashkil topgan. Farg'onada tuzilgan futbol jamoalari soni 1912-yil avgustida futbolchilar jamoasiga birlashishiga yo'l ochib bergan va shu yerda uyushma tashkil qilingan va birinchi rasmiy o'yinlar o'ynab boshlangan. Biroz vaqt o'tgach Toshkentda ham futbol o'ynay boshladilar. Toshkentlik futbol ishqibozlari orasida eng mashhur jamoa bu TOLS, ya'ni Toshkentское общество любителей спорта, Toshkent sport ishqibozlari jamiyati tashkil qilingan. 1952-yilning boshida O'zbekistonda Paxtakor sport jamiyati tashkil etildi. Hozirgacha mustaqil O'zbekiston chempionatida va rasmiy xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli o'yinlar ko'rsatib kelayotgan respublikamizning eng kuchli jamoasi bo'lgan Paxtakorning tuzilishi ham shu jamiyat bilan bog'liq. 1960-1990 yillar ichida paxtakorchilar O'zbekiston futbolining rivojlanishida yorqin iz qoldirganlar. Bu davrda tanaffuslar bilan Paxtakor sobiq ittifoqning Oliy ligasida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelganlar. 17 nafar iste'dodli futbolchining hayotini olib ketgan 1979-yilgi avia halokatdan so'ng 1980-yilda Paxtakor yangi tarkibda sobiq ittifoq chempionatining Oliy ligasiga yo'l oladi. U yerda Tbilisi Dinamochilarini 3-0, Donetskning Shaxtyor jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etdi. Kiyevning Dinamosi bilan durang o'ynadi va Graza avtoritetov sovrinini qo'lga kiritgan. 1992-yil mustaqil O'zbekiston Respublikasining ilk chempionati yili deb atash mumkin. Mamlakatimiz futboli tarixida yangi sahifa ochildi. Mustaqillikdan keyin bu chempionatning Oliy ligasida 17 ta, birinchi ligasida 18 ta, Oliy ligasida 17 ta jamoa, birinchi ligasida 18 ta jamoa, ikkinchi ligasida esa 42 ta jamoa ishtirok etib futbol boshlangan. O'zbekiston chempioni unvoni uchun kechgan shiddatli kurashda Paxtakorga asosan Farg'ona vodiysining Neftchi, shuningdek So'g'diyona, Jizzax va Nurafshon Buxoro jamoalari kuchli qarshilik ko'rsatib boshlagan dastlabki mustaqillik yillarida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 18-martdagi O'zbekiston Respublikasida futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining mamlakatimizda futbolni rivojlanishidagi ahamiyati juda kattadir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 96-yil 17-yanvardagi O'zbekistonda futbolni rivojlantirish tamoyillari va tashkillashtirish asoslari tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori O'zbekistonda futbolning keyingi rivoji uchun katta ahamiyat kasb etadi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining birinchi rasmiy o'yini 1992-yil 17-iyunda Dushanbeda bo'lib o'tgan. Endi asosiy shu 1994-yilda Osiyo o'yinlari bo'lib o'tgan Yaponiya davlatida Xirosima shahrida ushbu Osiyo o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi birinchi o'rinni olib, ilk sovringa sazovor bo'lgan. Keyingi muvaffaqiyatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2023-yil O'zbekistonda bo'lib o'tgan U20 Osiyo Kubogida O'zbekiston terma jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. O'zbekiston terma jamoasi shuningdek ilk bor yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqini 24-yilda qo'lga kiritdi va Parijda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida ilk bora qatnashdi. Shuningdek, O'zbekiston terma jamoasi 2025-yil 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan, Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda durang natijaga erishib, tarixda birinchi marta jahon chempionatiga 2026-yilda bo'ladigan jahon chempionatiga yo'llanma oldi.
2025-yilda CAF Nation Cup'ni qo'lga kiritdi. Terma jamoamiz finalda Ironni 1-0 hisobida yengib, birinchi bor ushbu musobaqani g'oliblik bilan yakunladi. Shuningdek, Saudiya Arabistonida o'tkazilgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogida O'zbekiston U17 terma jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritib, birinchi o'rinni egallagan. Navbatdagi rejamiz futbol o'yini qoidalari. Futbol o'yinida har bir jamoada 11 nafar futbolchi bo'ladi, shu jumladan bitta darvozabon. Agar jamoa o'yinchilar soni 7 tadan kam bo'lsa, o'yin boshlanmasligi mumkin. Demak, 7 tadan kam bo'lmagan holda 11 o'yinchi maydonda harakatlanadi. Zaxira o'yinchilar soni rasmiy musobaqalarda odatda 5 ta almashtirishga ruxsat beriladi. O'yin ikkita bo'limdan iborat, 45 daqiqadan ikkita taym o'ynaladi. Taymlar o'rtasidagi tanaffus 15 daqiqani tashkil qiladi. Hakam qo'shimcha daqiqalar qo'shishi mumkin. Bu jarohatlar, to'xtashlar holatlari sababli kim ko'proq gol urgan bo'lsa, o'sha jamoa o'yinda g'alaba qozonadi. Gol urishi uchun to'p to'liq darvoza chizig'ini kesib o'tishi zarur. Qoida buzganlik holatlari. Futbol o'yinida raqibni itarish, tepish, to'sib qo'yish, qo'l bilan o'ynash faqat darvozabon jarima maydonida qo'l bilan o'ynashga ruxsat etiladi. Boshqa holatlarda bu ruxsat etilmaydi. Jazolar endi qanday jazolar qo'llaniladi? Erkin zarba, jarima zarbasi belgilanadi. Penalti agar jarima maydoni ichida qoida buzilgan bo'lsa, sariq kartochka ogohlantirish, qizil kartochka maydondan chetlashtirish bilan belgilanadi. Hurmatli talabalar, dastlabki 1863-yildagi o'yin qoidalari bilan zamonaviy futbol qoidalarini solishtirib qiladigan bo'lsak, siz ushbu jadval asosida o'yin qoidalarini ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi ustunda, keyin 1863-yildagi o'yin qoidalari ikkinchi ustunda berilgan va zamonaviy qoidalar FIFA bo'yicha qoidalar hozirgi paytda mavjud bo'lgan qoidalarni ko'rishingiz mumkin va ularni ushbu quyidagi jadval bo'yicha solishtirib olishingiz mumkin, qanday o'zgarishlar bo'lganini. Hurmatli talabalar, maydon o'lchamlariga to'xtalib o'tamiz. O'yin o'tkaziladigan maydon to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, uzunligi 90 metrdan 120 metrgacha va eni 45 metrdan 90 metrgacha bo'ladi. Xalqaro musobaqalar maydon uzunligi 100 metrdan 110 metrgacha va eni esa 64 metrdan 75 metrgacha bo'lishi kerak. Maydon uzunligi har doim uning enidan katta bo'lishi zarur. Maydonni chegaralovchi chiziqlar kengligi, ya'ni maydon bo'ylab chizilgan chiziqlar kengligi 12 santimetrdan ortiq bo'lmasligi kerak. Aniq ko'rinib turishi shart va maydon bilan bir tekislikda yotishi zarur. Maydonning uzunasiga chizilgan chiziqlar yon chiziqlar, maydonning ko'ndalangiga chizilgan chiziqlar esa darvoza chiziqlari deyiladi. Maydon o'rtasidan uning eniga tortilgan chiziqlar o'rta chiziq deb chiziq bo'lib, undan maydon markazi belgilanadi. Demak, buni rasmda ko'rib turibsizlar. Hurmatli talabalar, chiziqlar o'lchami maydon o'lchamiga kiradi. Demak, chiziqlar maydon hisoblanadi. Darvoza ustunlar ichidan darvoza ich chizig'i bo'ylab uning ikki yon tarafiga 16,5 metr uzoqlikda nuqta belgilanadi va darvoza chizig'iga perpendikulyar qilib maydonga 16,5 metrli chiziq tortib, ikkalasi tutashtiriladi. Hosil bo'lgan maydon jarima maydoni deb nomlanadi. Darvoza chizig'idan 2 metr uzoqlikda darvoza qarshisida penalti to'p tepish joyi belgilanib, shu yerdan 9 metrli radiusda jarima maydoni chizig'i ustida yarim aylana chiziladi. Maydonning har 4 ta burchagi ichidan radiusi 1 metr bo'lgan yon chiziqlar chiziladi. Bu burchak sektorlari deb nomlanadi. Hurmatli talabalar, endi to'plarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi futbol to'pini 1855-yilda amerikalik Charles Goodyear yaratgan. Mana buni ko'rib turibsizlar. Va
futbol to'pining og'irligi 410-450 gram, aylana diametri, uzunligi esa 68-70 santimetrni tashkil qiladi. Ushbu rasmda shu futbol to'pini 1930-yildan boshlab 2018-yilgacha qay tarzda o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Endi jamoa tarkibiga va maydonda joylashuviga to'xtalib o'tamiz. Har bir jamoada yuqoridan aytib o'tdik, 11 nafar asosiy o'yinchi hisoblanadi, lekin jamoa tarkibi, umumiy tarkibi 18 nafar o'yinchini tashkil qiladi. Bu qaydnomaga kiritilgan o'yinchilar. Maydonda bitta darvozabon, 4 ta himoyachi, 2 nafar markaziy va 2 nafar qanot himoyachisi, 4 yarim himoyachi, 2 nafar markaziy va 2 nafar qanot va 2 hujumchi joylashadi. Endi hakamlarga to'xtalib o'tamiz. Futbol o'yinida hakamlar o'yinning adolatli va qoidalar asosida o'tkazilishini nazorat qiladi. Hakamlar bir nechta toifaga bo'linadi va har birining o'z vazifasi bor. Futbol o'yinidagi hakamlar turlari va ularning vazifalari quyidagilardan iborat. Birinchi hakamimiz bosh hakam. Asosiy hakam maydon hakami hisoblanadi. O'yinni boshqaradi, qoida buzilishlarni aniqlaydi. Gollarni tasdiqlaydi yoki rad etadi. Sariq va qizil kartochkalarni ko'rsatadi. Qo'shilgan vaqtni belgilaydi. Barcha yakuniy qarorlarni aynan bosh hakam, ya'ni maydondagi hakam qabul qiladi. Ikkinchi yon hakamlar, chiziq hakamlari, yordamchi hakamlar hisoblanadi. Bular 2 nafar bo'ladi. Har bir maydonning yon tomonida harakatni olib boradilar. To'p chiziqdan chiqqanini, out to'p yon tomonga chiqib ketganini, burchak, darvoza to'pini ushbu yordamchi hakamlar belgilab beradi. Shuningdek, ofsayd holatini bildiradi. Ba'zi holatlarda bosh hakamga maslahat ham berib turishadi. Uchinchi hakamimiz 4-hakam hisoblanadi. Bu zaxira hakami sifatida ishlaydi. Almashtirishlarni kuzatadi va raqamli tablodan foydalanadi. Bosh hakamni zarurat bo'lsa almashtiradi. Shunday holatlar jarohat olishlari yoki boshqa shunday sabablar bo'lishi mumkin. Bu vaqtda zaxira hakami bosh hakamni almashtirishi mumkin. Murabbiylar va texnik zona faoliyatini nazorat qilib turadi, qo'shilgan vaqtni ko'rsatib boradi. Keyingi hakam bu zamonaviy hakam hisoblanadi. VAR hakami, video yordamchi hakam hisoblanadi. Video takrorlar orqali noaniq holatlarni tekshiradi. Gol holatlari, penalti, qizil kartochkalar, noto'g'ri aniqlangan o'yinchilar qarorini bosh hakamga tavsiya qiladi. Lekin oxirgi qarorni bosh hakam qabul qiladi. VAR hakamlari buni tavsiya qiladi, oxirgi qarorni bosh hakam qabul qiladi. VAR hakamga texnik va tahliliy yordam beradi. Video lavhalarni boshqaradi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumuz bo'yicha quyidagi mustaqil topshiriqlarni beramiz. Birinchisi, futbol o'yinining qisqacha tarixi haqida ma'lumot bering. Ikkinchi, futbol o'yin maydonining o'lchamlari to'g'risida ma'lumot. Uchinchi, futbol o'yinidagi hakamlar turlari va ularning vazifalari to'g'risida ma'lumotlarni yozma ravishda yozib, ularni platformaga yuklashingiz zarur bo'ladi. Shuning bilan bugungi mavzumuzni yakunlaymiz. Keyingi mavzularda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.